Birinchi o'rinda ta'lim muhimmi yoki tarbiyani? O'zi tarbiyani ichiga ilm olishda o'zi kirib ketish kerak deb hisoblayman. Hech qachon men maktab direktorlari bilan birga o'tirib, suhbat qurib, kulishib o'tirmasdim. Hozirgi kunda senga qaysi ustoz ko'proq motivatsiya beryapti? Yana Mohir opasi. Yana Mohirani fanati bor ekan, bilmagan ekanman. Men bu maktabga kelganimdan keyin qanaqadir boshqa dunyoga uchib qolgandim. Xuddi maktabda o'qimayotgandek. O'sha ota-onam mandaqa o'g'li borligidan faxrlansa, o'sha men uchun muvaffaqiyat bo'ladi. Men bitta sohada ko'p tura olmasam kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun hamma narsada o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Bizning maktabda bolalar tarbiyasi boshqa maktablarga qaraganda juda ham farq qiladi. Nima deb o'ylaysan, Nargisbek? Mana shu yerga kelgunigacha ham qancha xatolarni bosib o'tgan. O'qishdan boshqa hamma narsaga qaraydi, lekin o'qishga qaramaydigan o'quvchilar bor. Lekin bu maktabda ancha kam. Agar biror nimani o'rganishdan to'xtasangiz, o'lik odamdan farqingiz qolmaydi. Bugun Davis International School maktabining yuqori sinf o'quvchilari, ya'ni 11-sinf bitiruvchilari bilan birgalikda dildan kichkinagina suhbat quramiz. Suhbatimizning asosiy maqsadi ularning bugungacha erishgan yutuqlari va kelajakda qilishi kerak bo'lgan rejalari haqida bo'ladi. Bu suhbatni men Sindarova Nargiza Abdumajidovna Davis xalqaro maktabining asoschisi va rahbari sifatida o'zim olib boraman. Hozir sizlarga o'quvchilarimizni bitta-bitta tanishtirishini o'zlaridan so'ragan bo'lardim. Rayona, birinchi sen boshlasang o'zingni tanishtirishdi. Mening ismim Rayona, men Davis International School maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Ozgina yutuqlaring haqida ham gapirib o'tmaysanmi? Xo'p, yaqinda IELTS imtihonini topshirdim va 6.5 skor rekordga kiritdim. Undan oldin Seferda ham almost C1 olganman, 64 ball qo'lga kiritganman. Yana kelajakdagi hozir topshirishing kerak bo'lgan imtihonlar ham bor, topshirayotgan, reja qilingan. Hozir IELTS retake qilmoqchiman. Meni satisfy qiladigan skor bu 7.5. Xudo xolisa bunga erishaman. Xudo xolasa. Dilnoza. Mening ismim Dilnoza, Turdiyeva Dilnoza. Men Davis International School maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Men bu yerga kelgan bo'lsam, o'tgan yili B2 sertifikatini oldim. Yaqinda shu yakshanba kuni bitta imtihonim bor. Unga kirib chiqaman. Shunaqaroq. Kelajakdagi rejalar? Kelajakdagi rejalar ko'p. Qaytamiz. Hammasini. Hozir yana qaytamiz. Sardor. Meni ismim Turjumurod Sardorbek. Davis International Schoolda 11-sinf o'quvchiman. Hozirgacha erishgan natijalarimga keladigan bo'lsak, IELTS'imdan 7.5, SAT'dan 1440 va eng asosiy yutuqim buni hali hamma bilmasdi, ilmiy maqola chop etganman. Salim. Biz bilardik. Men bilmasdim. Nargiza opa bilmasdi. Yo'q, men bilmasdim. Lekin 1440 olganingdan keyin senga scholarship berildimi maktabda? Berildi-ya. Xursandman. Rayona, nima uchun aynan Davis xalqaro maktabini tanlagansan? Birinchidan Davis International Schoolda atmosfera juda ham zo'r. Men shuni juda ham appreciate qilaman. Ustozlar ham juda ham support qilishadi bizlarni. Especially Nargiza opa, men sizni o'tish metodikangizni va bolaning tilini topish bilishingizni juda ham hurmat qilaman. Rahmat. Sen menga o'quv markazidan bu yoqqa o'tgansan-a o'zi aslida. O'quv markazimizda o'qib, keyin bu yoqqa plan qilgansan o'qishni. Sardor, sendachi? Menda agar bilsangiz, men Qashqadaryodan kelganman. Kelganimdan keyin maktab tanlash ancha qiyin bo'lgan. Lekin Davis International School to'g'ri, bu ham sababi uyimga yaqin. Sergelida turaman. Shu uyimga yaqinlik sababi kelib ko'rganman. To'g'ri, Sergelida maktab ko'r, deyarli hammasiga borib ko'rganman, lekin kelib ko'rganimda o'zi Luiza Asqarovna bo'lganlar, o'sha vaqt tanishtirgan vaqtlari maktabda o'sha vaqti maktab yoqqan. O'shaning uchun Davis International School tanlaganman. Rahmat. Dilnoz, senda? Men o'zi 9-sinfda Qashqadaryoda o'qidim. Undan keyin bu yerga kelib maktab tanlashim kerak bo'lgan. O'zi men ham rosa ko'p maktab almashtirganman. O'shanga tanlashga qiynalayotgan paytim bo'lgan. Oyim bilan Adam ukamga maktab qidirayotgan payti bu yerni Adam bilan oyimga juda ham yoqib qolganim uchun bu yerni tanlashgan. Bu yerga kelganimdan keyin bu yer shunchalik menga yoqqanki, menda sevgi uyg'ondi desam bo'ladi, to'g'risi. Rahmat. Yoqqanligi uchun. Eng yaxshi ko'rgan, mana maktabimizda 2 yildan beri o'qiyapsizlar. Maktabimizdagi mana bu eng yaxshi ko'rgan o'qituvching.
shunaqalari ko'p. Aha. Yo'q, ko'p bo'ladi. Hamma o'qituvchini bilaman, hammasini yaxshi ko'rasizlar, lekin baribir qaysidir o'qituvchi har bitta o'quvchini yuragiga ana bu ko'proq iz qoldiradi, qanaqadir ta'sir qiladi. Masalan, bo'lishi mumkin psixolog yoki zam direktor bo'lishi mumkin, ila qaysidir predmet ustozi bo'lishi mumkin-da, tushunding? Uni imonni kimgadir havas qilishing mumkin. Masalan, o'zing aytyapsan, kelajakda sen teacherlik sohasidan ketasan. Teacher bo'lganda qanaqa teacher bo'lishni xohlaysan? Вот, именно. Rayona? Xo'p, bu yildan bizga xitoy tili qo'shildi. Men juda ham Umid Alovshini yaxshi ko'raman. Ular meni eng yaxshi ko'rgan ustozim desa ham bo'ladi. Chunki ularni o'tish metodikasi bilan va bolalarni tilni oson topishi juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun ular meni yaxshi ko'rgan ustozim. Молодец. Уже mana men qolib, meni ustozlarimni yaxshi ko'ryapsizlar. Bu meni yutug'im. Ketdik. Mani eng yaxshi ko'rgan o'qituvchim bu Nursulom aka deb ayta olaman. Chunki Nursulom aka darslari shunchalik qiziq. Men bilmayman, nimagadir ham o'tgan yili menga bicha olishimga yordam bergan. Juda ham katta, uni ustiga tarix darslari juda ham qiziqarli men uchun. Shu uchun ham hurmat qilasan, juda ham qattiq hurmat qilaman. Undan tashqari matematika o'qituvchimiz Zohid akani ham juda ham qattiq hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Rahmat. Sardor. Xo'p, men aytadigan ustoz bizning asosiy ustozimiz emas, ya'ni bizaga aniq bir fan sifatida belgilangan fanni o'tmaydilar, lekin bizning maktabimizning zam direktori Mohir opa. U kishini har bir o'quvchi bilan ishlashlarining yo'llari, o'zlarining qanaqa tutishlari professionalligini ko'rsatadi. Uni sezasan. O'sha sezganman, ya'ni 100% pedagog sifatida qadrlayman. Rostdan ham kuchli pedagogda. Uni keyin ko'pchilik yomon ko'radi, lekin aslida Mohir opani hamma yaxshi ko'rish kerak. Lekin Mohir opa asab qilmaydilar. Men sezganman, Mohir opa hech qachon hech kimga asab bilan urushib bermaydilar Mohir opa. Yo, endi mana o'qi deb anaqa qilgan, trебовать qilgan odam ko'p holda bolaga ba'zida yoqmaydi-da. Mana o'yinqaroq bolalarga yoqmaydi. Lekin u narsani ular ham katta bo'lgandan keyin o'zi tushunadi. Nabarat to'g'ri qilgan ekan ustozimiz deb. Sizlarga endi keyingi savolim, birinchi o'rinda ta'lim muhimmi yoki tarbiya? Nima deb o'ylaysizlar? Mani fikrim bo'yicha albatta tarbiya birinchi o'rinda. Chunki tarbiya yaxshi bo'lgandan keyin o'qish ham o'z yo'liga yaxshi bo'lib ketadi. Bu maktabda ham bizga nafaqat ilm beriladi, balki tarbiya ham o'z yo'lida. Shu Nargiz opa o'zbek qadriyatlarimizga rioya qilib, biz tarbiyamizga ham juda katta rol o'ynaydilar. Shu. Sardor, sening fikring? Xo'p, Ibn Sino aytgan bir gap bor, olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Ya'ni tarbiyani faqatgina maktab bera olmaydi. U uyda ko'rilgan narsa, ota-onadan o'rganiladigan narsalar bor. Uni faqat uyda ko'rib o'rganiladi, xarakterda bo'ladi. O'shaning uchun birinchi navbatda tarbiya berish juda ham qiyin hisoblanadi. U uchun chunki tarbiyani ichiga ilm olishda o'zi kirib ketish kerak deb hisoblayman men. O'shaning uchun har doim prioritet tarbiya. Молодец. Agar birinchi o'rinda tarbiya turmasa, menimcha bilim olish juda ham qiyin deb o'ylayman. Xo'p, bizning maktabimizda Sardor imonni tarbiyaviy bolalarga e'tibor berishida nima deb o'ylaysan? Boyangi savolingizga javobim endi to'liq bo'ladigan bo'ldi. Ya'ni o'sha Mohir opa deganimda, Mohir opani tarbiya berish metodikalari juda ham yoqadi. Ya'ni biz o'zi 11-sinf bizaga misol meni holatimda hard skill uncha muhim emas. Misol IELTS, SAT sertifikatlarim taxt, ya'ni universitetlarim ham deyarli taxt. Ya'ni o'shaning uchun tarbiya asosiy o'rinda. O'sha Mohir opani tarbiya berish metodikalari juda ham yoqadi. Ya'ni kelib asab bilan emas yoki ultimatum qo'yib gapirmaydilar hech qachon. Har doim yoki tarbiyadan yoki ilmdan kelib chiqib gapirishlar yoqadi. To'g'ri. Rayona? Boya aytib o'tganimdek, tarbiya juda ham kuchli bu maktabda. Chunki Nargiz opa siz juda ham opitniy psixologsiz. Bolalarni tarbiyalashda juda ham katta hissiyat qo'shilgan. O'shaning uchun bizning maktabda bolalar tarbiyasi boshqa maktablarga qaraganda juda ham farq qiladi. Ham o'qish ham lekin urib urishmaymiz, to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri yo'q. Qanaqa qilib gaplashamiz? O'tkazib olib, choy ichib, boshqa yo'lda gaplashamiz. O'sha boshqa maktablarga qaraganda juda ham katta farq qiladi.
Chunki boshqa maktablarda punishment beriladi yoki misol uchun telefonni olib qo'yish mumkin yo urish mumkin. Biz lekin telefon beramizmi? Yo'q, telefon berish deganda qanaqa bir haftalab, oylab ota-onasiga aytishingiz mumkin. Unaqa qattiq punishment emas. Bu maktabda tarbiya juda ham kuchli, chunki men oldin ko'p maktab almashtirgan bo'lsam, birontasida bunaqa maktab ko'rmaganman, bilmadim. Men bu maktabga kelganimdan keyin qanaqadir boshqa dunyoga uchib qolganman. Xuddi maktabda o'qimayotgandek. Katta hayot, kim desam bo'ladimi bilmadim. Juda ham zo'r. Masalan, oddiy siz bilan gaplashib o'tirsak ham, hech qachon men maktab direktorlari bilan birga o'tirib, suhbat qurib, kulishib o'tirmas edim. Siz o'zingizga shunchalik yaqin olasiz, bu ham bir chiroyli tarbiyalardan bittasi. O'zingiz o'tirib, tushuntirib, tarbiya berib, o'zingiz. Rahmat. Chunki menga yoqadi-da bu ish. Ha. Ichida yashayman. Kitob o'qish mavzusiga qaytsak, eng oxirgi o'qigan kitoblaring haqida gaplashamiz, Rayona. Xo'p, mana eng oxirgi o'qigan kitobim bu Qulog'im senda qizim kitobi. Bu juda ham zo'r kitob, aynan qiz bolalar uchun. Bu kitobda qiz bolalar ya'ni o'zida savollar bo'ladi, uni hech kimga bera olmaydi. O'sha savollarning javobi aynan shu kitobda bor. Bu kitob menga self confidence'imni oshirishga yordam bergan. Barcha o'zimga kerakli bo'lgan maslahat deydimi yoki kerakli narsalarni olganman o'zim. Hamcha tarbiyalaringga ham, o'zingda og'ir bosiqligingga tutishingga ham shu kitob ko'p yordam bergan bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'rimi? Sardor? Meni oxirgi o'qigan kitobim bu Startup olamidagi millionlar. Bu kitob o'zi HubSpotni marketologi haqida. Ya'ni men hozirda startapga juda qiziqishim katta, ya'ni o'zim ham ishlayman startapda. Amaliyot ham qilganman startapda. O'shaning uchun startap olami haqida ko'proq o'rganish maqsadida o'qigandim. Yaxshi kitob. Menimcha o'zing ham shu startap qanaqadir loyiha qilging bor. Shu uchun ham yurasan har xil unaqalarda o'zingni sinab. Bu juda ham yaxshi. Dilnoz? Meni oxirgi o'qigan kitobim Affet Allohim degan kitob o'qiganman. Juda ham tarbiyaviy kitob deb o'ylayman. Juda ham yordam bergan bir tomonlama. Kechirimni ko'p tushuntirsa kerak, a? Kechirimni, shukurni. Ha, shunaqa. Nomidan ma'lum. Yo'talib olsam bo'ladimi? Dilnoza, savolim. David xalqaro maktabida yurishgan eng yaxshi yutuqlaringni aytsang, mana shu yutuqlaringga erishishingda senga motivatsiya bergan ustozlar. Bular kimlar? Men David International School'ga kelganimdan keyin birinchi o'rinda meni eng esda qolarlisi shu Seferdan bitu sertifikatini olganim. Kelganingda darajang elementary edimi? Kelganimda darajam elementaryni oxirlab qolgan edim, unchalik emas, lekin birdaniga pre-intermediate-ga tushib qoldim, lekin eplab ketdim. O'zingni majburlab. Ha, 7 oy, 9 oy deganda bitu sertifikatini oldim. Iminni qaysi ustozlardan ko'proq motivatsiya olasiz? Mendanmi? Siz. Rahmat. Sardor? Hozir men SSC haqida gapiraman, chunki Davis Internationalga kelib sentyabrda, shu yil sentyabrda topshirgandim SSC. 1330 chiqqandi. Keyin tayyorlanib, noyabrda yana bir bor topshirdim. O'shanda 1440 chiqdi. Ya'ni bu 1 oy, 1,5 oy o'rtasida 130 balga oshdi SSC natijam. Endi yana maksimum 2 oy. Shunaqa. Endi yana dekabrga kirmoqchi edim, kira olmadim. Slotlar yopilib qoldi. Endi yana martga kiraman nasib bo'lsa. Nima kerak? Yetadi. Hobbi. Senga ham hobbida, bilaman. Teslaga kirib yurasan. Xo'p, iminni mana shu natijalaringni qo'lga kiritishingda hozirgi kunda senga qaysi ustoz ko'proq motivatsiya beryapti? Yana Mohira opasi. Yana Mohirani fanati bor ekan, bilmagan ekanman. Shunaqa, fanat. Maktab bo'yicha birinchi o'rinda. Motivatsiya o'zi bo'lgan, asosiysi baribir o'zimda o'zingga bog'liq. Ko'tarish niyati bo'lgan. Lekin matematika ustozim Zohid aka yaxshi yordam berganlar bu, ya'ni o'sha maqsadimga erishishim uchun. Shu eplab bo'ladi, misol matematika kattaroq chiqqan ingliz tilimdan. Har doim Zohid aka eplab bo'ladi, kerak bo'lsa maksimumni olishim kerak edi o'zi. Psixologik tarafdan Mohira opaning gaplari senga qulog'ingda tagida turadi. Chunki haqiqatan chiroyli gapiradi-da u ustoz. Lekin ko'p kishi bilmaydi shuni. Da, bilmaydi. Da.
Xo'p, mani eng katta erishgan yutuqlarimdan biri bu IELTS. Men 6,5 IELTS skorga kiritganman, lekin IELTSdan tashqari bu men uchun muhim emas. Eng muhimi men o'zimda o'sish sezganman. Men buni o'zimni eng katta achievementim deb hisoblasam bo'ladi. Nimaga? Chunki bu maktabga kelishdan oldin men juda ham introvert odam bo'lganman. Hech kim bilan qo'shilgim kelmagan. Lekin bu maktabga kelganimdan keyin atmosfera yaxshi bo'lgani uchun hamma bilan qo'shilishib, bo'lib social bo'lish boshlaganman. Bu menga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatgan. Meni doim encourage qiladigan ustoz bu siz. Chunki men sizni qanaqa aktivligingizni, qanaqa socialligingizni hurmat qilaman. Shu orqali anaqa qilaman. O'zimga motivatsiya olaman. Rahmat. Demak, yaxshi, o'sish bor. Kimgadir shu motivatsiya olasan, erta shu insonga o'xshashni xohlaysan va kelajakda zo'r ustoz bo'lasan, o'zim ishga olaman. Xo'p, Sardor, kelajakdagi rejalaring, kelajakda kim bo'lmoqchisan? Seni men bilaman, bittasan emas, bir 4-5 ta o'quvchimiz chet elga tayyorgarlik ko'ryapti. Qaysi davlatlar seni ko'proq qiziqtiradi borish? Va imonni xalqimizga, o'zimizni, O'zbekistonimizga qaysi xizmating bilan nima hissangni qo'shmoqchisan? Juda ham o'ylanadigan savol bo'ldi. Mana tanlagan majorim Artificial Intelligence. Hozirda chunki O'zbekiston bo'ylab endi rivojlanib kelyapti. Butun dunyoda ham shu rivojlanish. Xo'p, Rayona, kelajakda qaysi kasbni tanlamoqchisan va maqsadlaring qanaqa? Xalqimizga, yurtimizga nima manfaat bermoqchisan? Xo'p, men Toshkentdagi Webster universitetiga kirmoqchiman. Bunga hozir tayyorlanish ketyapti. Keyin men kelajakda professional teacher bo'lmoqchiman. Chunki bu meni yoshligimdan bo'lgan orzuyim. Har doim yoshligimda ustoz bo'laman, hali katta odam bo'laman deb niyat qilgandim. Men xudo xolasa o'zimni learning center'imni ochish niyatim bor. Ya'ni oldin step up sizga bo'lgan bo'lsa, men ham xuddi shunaqa katta learning center ochmoqchiman. Keyin sekin-sekin maktab, uni yana sanam bog'chaga aylantirasan, universitetga aylantirasan, xudo xolasa. Birga hamkasb bo'lamiz. Mohira opaga shogird tushing. To'g'ri. Rostda bu Mohira opasini juda yaxshi ko'rgan, bilmagan ekanmiz. Sardor? Xo'p, meni majorim Artificial Intelligence, ya'ni sun'iy intellekt. Men bu fanni o'rganishni o'zi hozirdan boshlaganman. Boya aytgan ilmiy maqolam ham shu Artificial Intelligence'da aloqador maqola chop etganman. Bu kasbni o'rganish uchun, bu sohani o'rganish uchun chet el universitetlarga topshirganman. Asosiy prioritetim topshiradigan vaqtda davlat bo'lmagan. Asosiy prioritet universitetda o'zi bo'lgan, ya'ni Artificial Intelligence qanaqa darajada o'rgatilishi shu bo'lgan. Lekin meni hozir undergraduate yearga topshirsam, bakalavriaturaga topshirsam, sen foundationga topshirasan, qayerga topshirsan? Yo'q, foundation emas. Birdammi, sirazmi shunda? U davlatga qaraladi. Misol, UAE bo'lsa, United Arab Emirates bo'lsa, yoki Amerika bo'lsa, boshqa davlatlarga ham foundation kerak emas. O'zbekistonning 11 yillik education yetadi, yetarli. Ular qabul qilinadi yetarli darajada. Lekin misol Yevropa bo'lsa, hammasi foundation talab qiladi. O'shaning uchun keyin mana o'zi IELTS o'qishdan desam bo'ladi. Asosiy maqsadim akvariumdan akanga chiqish bo'lgan. Shu maqsadda o'zimni o'qishimni chet elga davom ettirmoqchiman. Seni qo'llab-quvvatlaymiz, xursand bo'lamiz, faxrlanib yurish hamisha. O'quvchilaring mana shunaqa, hozir ham o'zi aytaman hamisha. Mana bu o'quvchim Amerikada, mana bunisi Belgiyada, shunaqa Malayziyada. O'shalarda ichiga yana bitta o'quvchi qo'shilinadi, xursand bo'laman. Nasib. Dilnoz? Meni hozir asosiy maqsadim diplomatiya univeriga kirish, O'zbekistondagi. Bilmadim, meni xarakterim shunaqami bilmadim. Men bitta sohada ko'p tura olmasam kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun hamma narsada o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Masalan, birinchisi maktab tugatishim bilan buxgalteriya sohasiga kirmoqchiman. Undan tashqari, undan keyin o'zimni shaxsiy bizneslarimni ochish niyatim bor. Yo, men sen bilan demak, suhbatdan keyin alohida suhbat o'tkazib, senga psixologik konsultatsiya berishim kerak, qizim. Nega? Keyin gaplashamiz. Hozir bitta fakt borda.
dunyodagi eng mashhur odamlarni ko'pchilik bitta sohadan ketmagan. Misol Leonardo da Vinci ham rassom, ham fizik, ham arxitekt. U bitta sohaga qiziqmas, u kamchilik emas, u quvvat u ham, u hammaga ham emas. Hammaga emas, lekin может bitta narsani egallab tushunishi uchun gap yer olishi ham kerak bo'lishi mumkin-da bunga. Gap yomon narsa emas, gap yaxshi. Masalan, men u narsani qo'llab-quvvatlayman emasda. Если что, agar odam yo'nalishini topa olmasa, kelajakda kim bo'lishini hali aniq kirita olmagan bo'lsa, tinchgina gap yer olish kerak-da. O'zini sen aytgandek sinab ko'rishing kerak. Bunda o'shanga qarab keyin xulosa chiqarasan. To'liq. Bu 1 yil to'xtadi degani, sen 1 yil vaqting kuyib ketdi degani, ya'ni meni qarashimcha unaqa emas. Просто bizada kirganingizdan keyin 4 yil o'sha sohani o'qiysizda yoki universitet tashlab chiqib ketasiz. Yo'q, asosiy maqsadim qanaqadir ekonomika sohasidan ketishda. Asosiy maqsad ekonomika sohasidan ketish. Masalan, diplomatiyada o'qisam ham, uni ekonomika sohasi bor. O'sha yo'nalishdan ketish. Asosiy maqsad. Men chunki matematika, angliyskiga qiziqqanim uchun men shunaqa. Demak, sen nima professiyani tanlasang ham, hammasi o'sha yo'nalish. Asnovasi ekonomika bo'ladi. Ekonomika bo'ladi. Raqamlar bilan ishlash. Raqamlar bilan ishlash. Xursand bo'laman, ertaga men hozir будущий zo'r pedagogni oldida, eng zo'r diplomatni oldida, iqtisod yo'nalishi bo'yicha, to'g'rimi? Keyin artificial mani maqsadim artificial intelligence bo'lib, coder bo'lish emas, ya'ni kod yozish emas, balki o'zimni shaxsiy kompaniyamni boshlarman. Albatta, может быть, biza будущийda katta bitta kompaniyani egasini oldida o'tirgan bo'lishimiz mumkin-da. Kelajakda bizning maktabimizda o'quvchilarni u kompaniyada ishlashga ish bilan ta'minlarsan, to'g'rimi? Xudo xolasa nasib bo'lsa. Qayerdan bilamiz? Anaqa Facebookga yoki qanaqadir bir populyarniy naqalarga o'xshagan zo'r kompaniya bo'lib ketadi. Allohga oson. Shunday. Albatta. Xo'p, Dilnoz, sendan boshlayman. Muvaffaqiyat sen uchun nima? Muvaffaqiyat bu men o'zim xohlagan, o'zim orzu qilgan hamma narsaga erishish deb o'ylayman. Eng asosiy men eng xohlagan narsalarga erishish. Sen uchun muvaffaqiyat. Sardor. Men uchun muvaffaqiyat asosan ota-onamni xursand qilish, ya'ni o'sha ota-onam mendaqa o'g'li borligidan faxrlansa, o'sha men uchun muvaffaqiyat bo'ladi. Chunki muvaffaqiyatni bitta maqsadga bog'lash xato deb hisoblayman men. Chunki maqsadni muvaffaqiyatga erishganingizdan keyin to'xtaysiz. Disiplinangiz yo'qoladi, katta ehtimol bilan to'xtaysiz. O'shaning uchun muvaffaqiyatni sal boshqacharoq ta'riflash kerak deb hisoblayman. To'g'ri o'ylading. Nega deganingda hozir ota-onangni faxrlantirish deyapsan. Sen ota-onangni faxrlantirib, ularning duosini olsang, hamma eshiklar o'zi senga ochilinadi. Sen xohlagan hayot, sen xohlagan holat, hammasi o'zi kirib keladi. Birinchi o'rinda duo. O'shanaqa. Rayona? Xo'p, men uchun bu mana odam o'zini oldiga maqsadlar qo'ysa, orzular, maqsadlar qo'yilganda o'sha sari disiplina bilan erishish bu muvaffaqiyat deyiladi men uchun. Shu. To'g'ri yo'ldamisan hozir? Ha. Inshaalloh to'g'ri yo'ldasan, to'g'rimi? Birgalikda to'g'ri yo'ldamiz hammamiz. Sardor, Labek. eng katta qo'rquving nima? Men uchun eng katta qo'rquvim ilm o'rganishdan to'xtab qolishim bo'lsa kerak. Chunki agar biror nimani o'rganishdan to'xtasangiz, o'lik odamdan farqingiz qolmaydi. Nafaqat dunyoviy ilm, ya'ni diniy ilmni ham o'rganishdan to'xtamash kerak deb hisoblayman. Nima edi? Beshikdan to qabrgacha ilm izla degan gap men uchun dedi, to'g'rimi? Qoida, hayot qoidasi. O'sha asosiy qo'rquvim o'shandan to'xtab qolish. Sen to'g'ri yo'ldasan. Dilnoz. Meni eng katta qo'rquvim bu ota-onam menga ishongan ishonchi, ya'ni ilm yo'lida bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yish. Men hozir tushunishimcha, например, sen o'zingda oldinga bitta maqsad qo'yding. Masalan, IELTSdan 7 olishing kerak. O'sha 7 ni ola olmasang, sen ota-onang oldida xuddi ishonchingni oqlay olmading. Bu shunaqa qo'rquvdan qo'rqyapsan. Meni ota-onam har doim nima tanlashimdan qat'iy nazar meni har doim podдержка qilganda, men masalan bitta maqsad qo'ydim, u narsani ota-onamga aytdim. U narsaga ular menga ha qila olasan, men senga ishonaman deyshadi. O'sha ishonchni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Bir tarafdan to'g'ri. Lekin qo'rquv seni o'sha yaxshi natijalarga erishishingga yordam beradi. Qo'rquv kerak. Rayona?
Meniki ham shu Dilnozga o'xshash. Men ham ota-onam ishonchini oqlay olmaslikdan qo'rqaman. Bu eng katta qo'rquvlarimdan biri. Nafaqat ilm yo'lida, balki umuman hayotda ota-onam menga katta ishonch bildirsa va men uni oqlay olmasam, bu men uchun juda katta qo'rquv. Lekin shu o'rinda bitta Nargiz opa sizga savolim bor edi. Siz qanaqa hisoblaysiz? Misol siz ota-ona sifatida biz balki tushunmasimiz mumkin. Ya'ni biza bitta maqsad qo'yib erisha olmasak, ota-onamiz qanaqa his qilishini. To'g'ri, mana urushadi, misol nimaga unaqa deyish mumkin. Lekin ba'zi birlar bor, faqat support qiladi. Har doim qo'llab-quvvatlab. Lekin men shu okey. O'sha qanaqa qaraysiz? Ya'ni qanchalik ishonadi ota-ona bolasiga? Men ota-onalarga aytgan bo'lardim. Bolalari xato qilsa ham uni support qilish kerak. Nega deganda har bitta yuksalish muvaffaqiyat xatolar ustiga quriladi. Shuning uchun ham talabim, ham taklifim bolalarni qo'llab-quvvatlash kerak. Masalan, san ota-onang qayerdadir urishishi mumkin, boshqa. Lekin masalan, men o'zimni nazarda oladigan bo'lsam, meni ham o'g'lim, qizim bor, ular ham xato qilishgan. Qayerdadir to'g'ri, noto'g'ri qilgan narsasini noto'g'ri qilding deb aytaman-da, lekin har bitta qilgan ishini men qo'llab-quvvatlayman. Hozirgi zamonda bu zamon talabi qo'llab-quvvatlash tarafdoriman. Tushundim. Chunki xatolar ustiga quriladi har bitta muvaffaqiyat. Nima deb o'ylaysan, Nargiz opa, mana shu yerga kelgunigacha ham qancha xatolarni bosib o'tgan. Tushunding? Har bitta biznesda, har bitta professiyada, kasbda bu narsa bor. Xuddi yugurayotgan odam yiqilganidek, odam hayotda ham ozroq bo'lsa, yugurayotgan odam yiqiladi, lekin yana turib davom ettirish kerak. Ustini qoqadi. Oddiy to'xtab turgan odam anaqa yiqilmaydi-ku. Shunaqa narsa, shunaqa. Mana o'quvchilarim o'zi fikrlashi juda ham zo'r, keng. Ishonaman sizlarga. Dilnoz, kelajakda mana sen hozir bu yil bitiruvchisan, bitirib ketasan. O'zingdan kichkina bo'lgan sinf o'quvchilariga seni maslahating. Nimani maslahat bergan bo'larding? Aynan hozir atrofim David International School o'quvchilaridan oldida o'tayotgani uchun men bu o'quvchilarga aytardimki, maslahat berardimki, ortiqcha narsani o'ylashmasin, faqat ko'proq o'qishga fikrini qaratsin, ko'proq. Men ko'raman, o'qishdan boshqa bu aynan bu maktabda emas, boshqa maktab, hamma joyda nima desam bo'ladi? O'qishdan boshqa hamma narsaga qaraydi, lekin o'qishga qaramaydigan o'quvchilar bor. Lekin bu maktabda ancha kam deb o'ylayman. Lekin birinchi o'rinda o'qish, undan keyin qolganlari bo'laveradi. Hali unga vaqt bor, o'yin kulgularga vaqt bor. Ular ham bu narsani tushunishiga 11-10 sinf bo'lish kerak-da. Ular hali bola. Sardor, maslahating? Men maslahat bergan bo'lardim, bo'sh vaqtni kamaytirishdi. Ya'ni misol men bilmadim, lekin baribir ko'pchilik erta nima qilaman deb o'ylaydi. Ya'ni plan qiladi, nimadir qiladi. Shunda bo'sh qoldirishni men tarafdor bo'lmayman. Chunki har doim bo'sh qolganda menga yomon fikrlar kelishni boshlaydi. Hech qachon misol uchun yotib turib dars qilaman demaysiz. To'g'ri. Anaqa plan bo'lmasa, hech qachon bo'sh vaqtingizda hozir turib dars qilaman demaysiz. Har doim planingiz bo'lishi kerak, bo'sh vaqtni maksimum kamaytirish kerak deb hisoblayman. O'sha planni qilish uchun nima qilish kerak? Har kun kechga uyga borgandan keyin plan qilish kerak. Tartib, intizomga rioya qilish kerak. Disiplina. Asosiysi. Soft skill. Bu yerda ham soft skillga katta yordam bor. Meni eng katta maslahatim kichkinalarga bu vaqt qadriga yetish. Nimagaki? Chunki o'zim ham kichkina sinf bo'lganimda, hali vaqtim bor, IELTS'imni ham keyin topshirib olaman, milliy sertifikatlarimni ham keyingi surib borardim. To'xtatgansan ham shunaqa qilib esla. Men senga aytganman, to'xta, sen hozir pishib turibsan degan vaqtimda to'xtatgansan. Arada ingliz tilini ham ko'p to'xtatdim. Shuning uchun ham balki orada pauza bo'lgani uchun ham IELTS'im 6.5 chiqib qolgan. Men shuni maslahat bergan bo'lardim, har doim vaqt qadriga yetib, hamma narsani vaqtida qilish. Chunki keyinchalik ulgurmaslik mumkin. Kech bo'lishi mumkin. Yo'q, kech bo'lmaydi. Hech narsani kechi yo'q. Demak, hozirgi kundagi erishgan natijang bu hozirgi holating uchun to'pa-to'g'ri. Demak, hali bor. Yana o'sishing kerak, yana izlanishing kerak. Xo'p, Dilnoz, bu savolim birinchi senga berishni xohlayman. 5 yildan keyin men Dilnozni qayerda ko'raman?
5 yildan keyin siz Dilnozani qaysidir katta diplomatlar orasida ko'rasiz. O'sha joyga ishga kirgan bo'ladi. Обязательно. Ilohim. Yana oilali bo'lgan bo'ladi. Inshaalloh. Xo'p, Sardor, senga. Sardor, sani speechingni ish tekshirmaganman. Ingliz tilida bitta naqqa berchi, xo'p, mana shu savolga. Okay, no problem. I guess after 5 years, I will be in Uzbekistan once again because I'll be studying like 4 years in another country and then come back to the Uzbekistan. But maybe I'll also pursue my master's degree after like 4 years, after my undergraduate years. So maybe after like 5 years, I'll be admitted to top universities for a master's program. So you'll see my face on platforms like Social Kunuz, media. social media platforms. Good. What about you, Rayona? So after 5 years, I will finish my university. So I think that you will see me in the successful girl who has own learning center. So Own I'll be- business. Not that business because it's like Just learning center. Yes. And I'm not planning to study master's degree, just learning center and to be a professional teacher. Not only English, but Arabic too. Good. And family also. Yes. For Uzbek girls, yes. Yes. Xo'p. Salomat bo'ling Nargiz opa, xursand bo'ldik. Rahmat sizga Nargiz opa. Boringizga shukur. Sizlarga ham rahmat, xursand bo'ldim. O'zi anchadan beri sizlar bilan bugun gaplashdim. Sen bilan Sardor bugun dildan gaplashdik. Shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. 11-sinflarimizga hammasiga ishlariga omad, rivoj tilab qolamiz. Kelajakda yaxshi kasblarni egallab, xalqimizga xizmat qiladigan zo'r kadrlar bo'ladi deb ishonaman va aminman. Agar sizga shunga o'xshash mavzular qiziq bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.